hozir. Assalomu Endi yotishing qiyin. Oshxonada edim. Uzr. Keyin safar sal tezroq ochgan. Xo'p. Ha, rostdan. Yo'q. Kim bilan gaplashyapsan? Hozir qanadir? O'rtog'im bilan. O'chir telefonni bo'ldi, ko'p gaplashma. O'rtoq, senga o'zim bo'shab telefon qilaman. Adijon, sen yonimga chiqmoqchi bo'lib turuvdim. Men tinchlikmi? Bolalarni maktabda ota-onalar majlisi ekan, shunga borsam maylimi? Yo'q, sen bormaysan, men boraman. Nimaga? Nima qilibdi? Nima menga ishonmaysizmi? Har doim shunaqasiz, hech qayerga chiqarmaysiz, faqat uyda o'tirishim kerak. Agar jannatning darvozasini oldida sen bilan qo'l ushlashib jannatga kirishni xohlaganim bu meni aybim bo'lsa, bor, bilganingni qil. لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال